Ustokalarimiz uchun yana bitta lifehack zo'ri. Kolenval, korennoy sheyka yoki shatun sheykasidagi zazor oraliq masofani o'lchashning eng oson yo'li plastik gejdan foydalanish hisoblanadi. Bu usul mikrometrda o'lchov olish mumkin bo'lmagan joylarda ishlatiladi. Eng asosiysi dvigatelni kuzovdan yechmagan holda amalga oshirish mumkin. Bu ustakalarimizni qadrli vaqtini tejab, aniq diagnostika qilishga yordam beradi. Foydalanish ketma-ketligi bilan tanishib chiqamiz. Qopqoq yechilgandan keyin ikkala yuza yaxshilab chiqindi va moyladan tozalanadi. Kerakli yuzaga plastik gejning ma'lum qismi qo'yiladi. Plastik gejni ipi to'g'ri joylashish uchun biror bir moylovchi vositadan foydalansangiz bo'ladi. Qopqoq joylashtirilib, ishlab chiqaruvchi tarafdan berilgan yuklama bilan qotiriladi. Diqqat! O'lchov vaqtida valni aylantirmang. Bu ipning surilishi va o'lchov aniqligiga ta'sir qilishi mumkin. Qopqoqni qaytib yechganingizdan so'ng shkala indeks shabloni yordamida ezilgan ipning izi orqali qopqoq va tirsakli valning oraliq masofasi o'lchamlariga ega bo'lamiz. Iz qancha qalin bo'lsa, demak oraliq masofa o'lchami shuncha kamligidan dalolat beradi. Barcha o'lchovlarni bajarib bo'lgandan so'ng ip qoldiqlarini tozalab olish esdan chiqmasin. Bu aytib o'tganlarimizning barchasi ustakalarimiz uchun qulaylik va aniqlik uchun kerak bo'ladi. Siz yana qanaqa usullarni bilishingizni izohlarda yozib keting. Aytgancha bu plastik ipni A-bozor servisidagi Andreygadan topsanglar bo'ladi.